Assalomu alaykum. Men ismim Abdumalik. Men tadbirkorman. Hozirgi kunga kelib Sof akademiyadan ta'lim olib, oborotim 200 milliondan oshgan. Ungacha men offline bozorda savdo qilib kelganman. Bizni savdo asosan sumka bo'lgani uchun yilda bir marta sezon bo'ladi va u sezonni qilamiz. Yoz paytida sezonni qilamiz va qish paytiga kelib sezonni suslaydi. Va aynan o'sha savdo suslagan paytda men onlayn savdoga qiziqishni boshladim. Birinchi o'sha e'tibor tortgan marketplace bu Uzum market bo'ldi va o'z qiziqishlarim bilan birinchi bor 100 dona sumkani Uzum marketga yubordim. Va baxtga qarshi desak bo'ladi, muammolar sababli yukim qabul bo'lmadi. Juda qandaydir menga og'ir botgandek bo'ldi. O'shanda ilm olish kerakligini tushunib yetdim va o'sha paytda so'rab surishtirdim tanishimdan. Sof akademiyani maslahat berishdi va dekabr oyini o'rtalarida akademiyaga kelib, ismlarimni yozdirib kelib, ro'yxatga yozilib, darslarni boshladik. Darslar 10 ta modul bo'ldi. Taxminan 1,5 oycha davom etdi. Yanvar oxirida darslar tugadi va yanvar oxiriga kelib sumkalarimni savdoga qo'yishni boshladim. Deyarli fevral oyida savdo bo'ldi, mart oyida bo'ldi. Boya aytganimdek, oborotim 200 milliondan oshdi. 2 oy ichida albatta. Xo'sh, aytgandek, offline savdo ham qilaman, lekin onlayn hozirgi mavsumiy payt bo'lmagani uchun savdo yaxshi. Inshaalloh sezonga ham katta tayyorgarlik ko'ramiz. Bu narsa o'sadigan narsa bo'ladi. Bundan umidimiz katta va shunga yarasha harakatni ham qilamiz. Qolgan tadbirkorlarga maslahatim, bozorni chuqurroq o'rganinglar va bu nafaqat Uzum marketplace, onlayn savdo o'sishda davom etyapti. Farqi sezilarli darajada. Men o'zim mavsum yo'q paytida oddiy offline bozorda tushgan savdoga nisbatan onlayn marketplace'da qilgan savdoga nisbatan farq juda katta. Mana do'konim ana shu 2 oy ichida 2 marta taklif oldi. Oxirgi 15 kunda ichida Uzum marketda o'zini tomonidan. Chunki men joylagan tovarlar shu topga chiqib Uzum marketga ma'qul keldi va yaxshi qaydorlar qilib berishyapti. Hozir tovarlarni olib kirib sotishni boshlayapman. Va bunaqangi Uzum market talab qilish sababi bizga o'xshagan tadbirkorlar kirishi uchun. Chunki Uzum marketda sifatli narxiga yarasha tovarlar hali juda kam. Nafaqat sumkada, balki boshqa kategoriyalar hali bo'sh. Hozir kategoriya sumkalar, erkaklar sumkalari bo'yicha birinchi o'rinda ketyapman. U aksessuar bo'yicha top 15 talikda chidaman. Albatta Uzum marketga, ya'ni marketplace'ga kirishdan oldin qo'rquv bo'ladi. Ozgina bo'lsa ham. Har bir tadbirkorda mahsulotim ketadimi yoki yo'qmi? Menda shunday narsa bo'ldiki, boya aytganimdek, birinchi 100 sumkamni topshirdim va atkaz oldim, o'z boshimchalik bilan chiqarib. Keyin bu yerda o'qiganimda shuni anglab yetdimki, sotishga ko'zim yetadi. Tadbirkorlar o'ziga maqsad qo'yish kerakki, bu narsani olib kiraymikin degan emas, men shu narsani olib kirib sotaman degan narsa. Risk albatta bo'ladi. Bir misol 10 ta tovar bo'lsa, albatta bittasi yaxshi ketmasligi mumkin, lekin 9 tasi ketadi. Mana shu yo'lda qo'rqish keragi yo'q. Ishni boshlashdan oldin dars davomida hamma analiz qilish, strategiyalar, qaysi mahsulot yaxshi ketyapti, qanday tahlil qilish, har bitta kategoriya tanlanadi, o'sha kategoriyaga mos tovarni topiladi. Endi u yog'i o'ziga bog'liq bo'ladi. Mahsulotga qo'rqmasdan tannarxni belgilab, yaxshi narxda Uzum marketga o'z olib kirib sotishingiz kerak bo'ladi. Albatta, barcha aytgan narsalarim menga ham o'rgatilgan. Chunki 2 oyda ichida do'konni topga chiqish bu nerealniy narsa bo'lib qolardi o'zim uchun ham. Chunki o'zim ham bu darajaga chiqishni kutmagan edim. Hattoki 2 oyda ichida Uzum marketdan murojaat chiqishini, menga taklif qilishini. Albatta, bilim muhim. Albatta, ta'lim olish kerak. O'zingiz qilsangiz ham bo'ladi, lekin xato ko'p bo'ladi. Lekin shunaqangi xatolar bor, $1,000,000, $1,000,000 so'mlik bo'ladi albatta. Rahmat.